أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب. هذا kapparat verish kerak bo'lgan kishi kapparat berish vojib bo'lgan vaqtida nomir etgan, qo'l ilkilib jinasi yo'q ekan, yani tomoq bilan kapparat berolmaydi ekan. Keyin qo'liga mol kirib qolgan taqdirda yoki sharoit yer bergan taqdirda keyin berish kerakmi shu tomoqni deydi. Masalan, Arabiyning hadisida shu chog'da beramadi bu. Keyin kunlar o'tib, bir oydan keyin, 2 oydan keyin, 1 yildan keyin bayolab qolsa, bu kapparatni berish kerakmi demak. Yani geldiğin kaz olamdı bu değil. فَاِنَّ الْاَوْزَاعِيَّ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مُعْسِرًا. Kolunda bir nasımız buldu kettan mı? وَاَمَّا الشَّافِعِي فَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكِ. Lekin İmam Şafii bunda işkilinip kaptı. İmam Ebu Hanife kanda karaydı o, vacip de karışı mümkün. Keyin pul tapkan çağda bir iş gerektir. Yani buna enak bir rivayet kendisi mi? İmam Ebu Hanife'nin başka ehvallarda diyen sözlerine karta bunu eküllep çıkargan qarashda deyarli vacip bo'ladi. Yani kim pul topgan chaqda buni berish kerak deb qaraydi. Ba'zida imomning qarashini kelmaydi. Chunki bu kitobda imomlarning, olimlarning qarashini sizga degandek ba'zi kitoblardan olgan buni. Shu kitobda agar demagan bo'lsa, bu demay, boshqa kitobni izlab yurmay, o'rinli qilib bilan uni ketibdi. Endi u ilgirki dastlabki manba kitobni uchun demadasi balki izlab topolmagan bo'lsa, yozmaydi. Was-sababu fi ikhtilafihim fi zalika ennehu hukmun meskutun anhu. Mesela Arabi'nin hadisinde kim berişin gerek? Hazır hamda sende pul bulmayan ki mani ailenge sadık verip tuğan ya ailen yap tuğan. Geldiğinde vacip buludu. Pul tapkanda berişin gerek demedi. Ya ki bamsan buldu demedi. Feyuhtemalu en yüşebbehe bidduyun. Ondan ki karizge kıyas kılınışı mümkün, okşatılışı mümkün. Feyaudul vücubu aleyhi fi vaktil isra. Bayıgan çağda andın onunla berişe vacip buluşu mümkün. Ve yahtemilu en yuqala lev kana zalika vaciben aleyhi lebayyenahu lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani manda deyiş mümkün değil. Eğer onunla kim berişimi vacip bo'lgan bo'lsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla bayan qilib qo'ygan bo'ladi. Çünkü ta'khirul bayan an vaqtil hajati la yajuz. Yani bir narsa vacip turuqliq Resulullah bayan qilmay unda o'tib ketmaydi. Çünkü Resulullah mübelliğ. Belliğ ma unzile ileyke. Şunama? Ondan ki vazifesini ada kıldı. فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر. Yani alimlar muşunda işlerini kıysa eğiz içip gidiyor, ruhusu buzluk gidiyor da pargan nesle katardan kastan şu neslini kılıp eğiz içip etken kişiye münasebet ahkamlarmış şu. Dep ötep bulduk mana. Demek yukarı meselede ihtimallık. Bunun kıyas kılsa bunda çıktı, bana kıyas kılsa bunda çıktı. Diken bunda şu çağda bombalı ki İslam kesir etken oluşu mümkün. Ya ki vacipte geldiğinde karizalet kıpkılışı mümkün. İhtimallıklı var. Ve emmâ men aftara mimma huve muhtelefun fîh. Ende ihtilap bulap kalgan. Yani muşin aslını kıysa, yak istimal kıysa, ruhusu buzuldu, buzulmaydı dep kalgan narsil var. Muşun aslilan ruhusu buzulup ketdi degan taqdirda qanday qilish kerak? Buning munosabatli ahkamlar qaysi? Fa inna ba'da man awjaba fihi al-fitra awjaba fihi al-qada wal kaffara. Muşun aslida ruhusu buzulup ketdi deb qaraganlar qazo qilish kerak, kaffarat verish kerak deb qaradi. Va ba'dhum awjaba fihi al-qada faqat. Ba'zida qazo qilsam bo'ldi. Xuddi bu muxtalafun fihi deb qaragan jazo ko'tarilib ketdi. Sal yengilroq deb qaragan bo'lsin. Qazo qildi, kaffarat olmaydi. مثل من رأى الفطرة من الحجامة. Mesela kanal duysa ruz buzulmaydı diye ihtilaf olgan. Hem de ruz buzuluk ediyordu diyenler şunu okşaş dedim. Ve minel istika kasten yanduysa, kaytıysa. Ve min belel hasa taş okşaş, şekil taştek, uşak taşını yüzü kalsa mesela. Onun ruz buzulamda? Demek muhtelafın fi.
Hozir bu sanılan narsalar olimlar o'ttirdi, ro'za buzildi, buzilmaydi degan ixtilof bo'lgan masala. Ve misl musafir yuftiru awwal yawmin yakhruju 'inda man yara annahu laysa lahu an yuftira fi dhalika al-yawm. Yana ba'zilar musafir birinchi kuni safar boshlagan chaqda ro'za tutmaydi, ikkinchi kunni tutadi degan qarashliklar bor. Demak, bu mo talashtash bo'lib qolgan masala. Bu shunday deydi. Fa inna malikan awjaba fihi al-qada wal kaffara. Hamda Imam Malik buningda hem qazo qiladi, hem kaffara qiladi deb ikkisini vojib qilib o'tdi. Demak, fihi degan, avjaba fihi degan damir nima qaytadi? Hijabiga qaytishi mumkin yoki muxtalafun fihi bo'lib qolgan narsalar hammasi qaytishi mumkin. Ehtimollik bor. Lekin mushar hijama deb turlar, birisiga desab turlar. Hammasida balki Imom Malikning qarshi o'xshash chiqmasligi mumkin. Demak, mush hijamat masalasida Imom Malik qado va kaffara qiladi deb her ikisini vacip kıldı. Ve khalafahu fi zalika sairu fuqaha al-amsar ve cumhur ashabihi. Bunun da bütün başka alimler, hatta İmam Malik'nin özünün şagirdlerinin köpçülüğü İmam Malik'nin bu karşına amma dedi. Ve emma men evcebel qada'a vel keffarete minel istiqai fe Ebu Thawr vel Evza'i ve sairu men yara annel istiqa'a muftirun. Kasten yanduğan, kayqigan ahvalda qazo va kaffara qildi deb qaraganlar bo'lsa, bular Abu Thawr, Avzayi va uningdan boshqa qasda yandirish ro'zni buzutdi deb qaraganlarimiz shu. La yujibuna illa qado faqat. Bular qazolim qildi, kaffara qilmaydi deb turibdi. Qado va kaffara vojib deb qaragan kishilar Abu Thawr, Avzayimi? Abu Thawr bilan Avzayi kaffarat ham qazo qildi debdi. Endi qasda yandirish ro'zisi buzib ketdi deb qaraganlar, ya'ni ash ishkaylandan boshqalar edi. أشكالن بشكلا قزالن كله دبترول والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر وعطاء وحده يعني قنال دوسا رسول كتدو ديجيلادن فقط عطاء لمندا قنال درشتا قضاء والكفارة واجب قربته. Demek bu asıl ihtilaf boğan mesele olur. Hilaf bunun da yani aciz değil. Bu asıl tigidin boş mesele olandiken bundan yani qazo va kaffara qilishdi-mi? Bir xil qaraganligi zodi ikki bo'linib ketib, ba'zilar qazo qildi, ba'zi qazo va kaffara qildi deb ayrilib ketgan. Va sabab hadal xilaf anna al-muftira bi shay'in fihi ikhtilafun fihi shabah min ghayr al-muftir va min al-muftir. Ro'zni buzutdi ya buzutmaydi deb ixtiloflashib qolgan narsada buningdagi talash tortish, bu qazoni vojib qilamdi, kaffarani vojib qilamdi degan bu talash tortish nereden kelib chiqqanisa, buningki ro'zi buzib ketganga o'xshaydi, ro'zi buzmaganiga o'xshaydiganligidan kelib chiqqan. Ikki tarafga o'xshashi bor. Faman ghallaba ahad ash-shabahini awjaba lahu zalika al-hukm. Xos bir taraf bakrak o'xshaydi deb bir tarafini ig'ir bostursa, u chog'da shu hukmni hisob qilinadi. Ya'ni shu muftirga o'xshasa, muftirning hukmi bilan qazo va kaffara qildigan, g'ayri muftir esa qazo va kaffara qilmaydigandek bunda qilyapti. وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف. البته مشو ikki tarafga o'xshab qilish talash ta'sini keltirib chiqqan narsa shu. Ya'ni u muftirmi, muftir emasmi? Wa in likun al-iftar shubhatan la yujibu al-kaffarata inda al-jumhur. Demak, mishar ig'iz ochgan bo'lamdi, ya'ni ro'zi buzilgan bo'lamdi, bo'lmamdi degan bir shubha bor. Shunami? Bunda shubha bo'lganlikdan bu jumhurning nazarida bunday ahvolda, ya'ni shu yuqorida bir necha masalada ikhtilofiy masalada kaffarat kelmaydi, qazo ham keladi. Naza Abu Hanifa ila annahu, ya'ni bu yerdadir vali kawni kaza va kaza naza Abu Hanifa deb ashunga bog'lashliqqa. Demak, jumhurning shu iftor shu bo'lgandan shu bo'lib hamda jumhurning nazarida kaffarat vojib kelmaydigan, qazo ham vojib keladigan bo'lgandan naza Abu Hanifa ila annahu man aftara mutaammidan lil fitri ثم ترى عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيد باقي النهار. يقول لك بوغاندي كان إمام أبو حنيفة من دار بشكتير يعني إغز أشاي دا قصداً إغز يشفت يعني روز تماي دا برسي ثم ترى عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر. أصل دا بو روز تكين ديلا قصداً بولد بزوتيا دا بزوتتا عندن كان شو كنا kechvo'g'icha ig'za ichmasimi ruxsat keladigan bir ish bo'lib qolibdi. Bu chog'da kaffarat kelmaydi deb qarabdi bunda. Masalan, ayol kishi ro'z tutgan, qasddan buzib tutdi. Ya eri keldi, jibadat qildi, buzib tutdi. Chidayolmay, buzib tutdi deydi.
buzib o'tgandan keyin bu ham bu bir xil gunoh bo'ldi. Ham qazo va kafarani vojib qilgan narsa. Lekin shu kun kech bo'lmay turib, bu ayol hayz ko'rib qoldi. Endi bu hayzda holat bo'lsa, ro'za tutmaydi. Demak, bu ruxsatlik bir tarafiga qattiq kelib qoldi. Kelib qolgandan keyin buningga kafara kelmaydi. Chunki bu shu ro'za tutilgan bir kunning ichida zada hayzda bo'lib, ruxsatga sazovor bo'ldi, ega bo'ldi demak. Yana sog'lom bir odam qasddan ro'zani buzib o'tibdi. Undan keyin kechog'icha bu og'rib qoldi. Asli og'rib kishi kasal odam ro'za tutmasin bo'ldi, ruxsat oldi. Demak, bu qasddan buzib o'tganning yog'i ondan ruxsat keltiradigan narsa ahvol yuz berdi. Val hadir yuftir thumma yusafir. Masalan, muqim turayotgan bir kishi buzida yo'da buzib o'tibdi. Keyin g'achchida kechgacha bir jiddiy ish chiqib qolib, telefon kelib safarga chiqib ketdi. Demak, bu safarga chiqsa aslida bu ruxsat bo'ldi. Lekin bu safarga chiqishda ilgari yozg'ichyapti. Shunda adamı yanala shu asli boshdan tortib ruxsat qilingan kishiga o'xshashlan bo'ldi deb qarabdi. Shunda udil kelib qoldi. Shunda udil kelib qolsa, bulardan Allah kechiradi deb İmam Abu Hanifa'dan qarshi olsa, qazosi keldi, barakalmaydi deb. Senga diliq emasmi? Qasddan bir yeb ichib ro'zani buzmasmi? Hozirda jimoadan bilan o'xshaydi kafaradaşlar bo'ldi. Onunla nisbatan ig'ir oldu bu kafara. Ondan gap turib tutlam başka bir biletten bilen Allah'ın birlikte sefer kavası bu ham da ilişkilik. Şeriatning ahkamidan sug'urilib chiqish uchun yili ishlatganlik bor. Bu ham da insonni go'llag'olmasmi, Alloh taolani go'llash mumkin emas. Shunday bu diqqat qilish. Ramazonda buzildi, keyin dedim kasallik qolaman deb kasallik qoldigan unday ish yo'q. Ya mesela safar qilish bo'lganda, safar qilay deb qilib oldi. Ashkara tushmaydi, oxirida tushishi mumkin. ilişkileri ekan. Ya bu ilişkileri degan bu bir rezingidek so'zchi. İlişkilerin o davabıtları var. Bu riayet qiladigan qoidalar var. Shu qoida bo'yicha qilsa undan bo'ladi. Lekin hamma narsaga chutu ishlatish o cheklansiz holatda unday ish yo'q. Şeriat ta'sir etmaydigan başdan holatdan keyin ishasi bo'ldi-ku unda. İslam ruxsat qilgan bir doira bor. Shu doirada ishlasa bo'ladi. Yani buni hatto Hanifi mazhabining kitoblarida Hazrat Hanifi mazhab ilgirlik yo'li ispirdo deb unda nima bo'ldi. Lekin Hanifi mazhabda maxsus Kitabul Hiyal deb ayrim bir bo'lim bor fiqh kitoblar. O'shanda da qasili bo'ladi, qasili bo'lmaydi deb balki dastlabki İmam Abu Hanifa va uning shogirdlarininki qarashlari unda shariatga zid qiladigan yilini ruxsat qilmagan bo'lsa-mu, keyingi islom dunyosi ojizlashib ketgan davrlarda ba'zi mo'llamlar Hanifi mazhabga bunday ishlar bo'ldi deb shariatninki aniq ahkomlardan sug'urilib chiqib oldigan, o'zing bo'yindan qattiq saqit qilib, o'zini bir chetga olib oldigan holatda shariatning hukmini tashlatgan holatda ba'zi hiyla ko'rsatgan ahvol. Shu buni tanqid qilmas, lekin bu hiyla shariatda ba'zi yo'l qo'ygan doirada joiz. Buni Imom Ibn Taymiyya Ibn Qayyim kan bahs qilib, bu hiyla shar'iy degan qaysi shariatga tushmaydigan hiyla bu ayriqlar. Lekin buni ham ayirish uchun ayrim bir to'xtalib bahs qilib, buning jig'ishganlarini chek-chegirishni belgilab qo'yish kerak. Kaman ya'tabara al-amra fi nafsihi, yani annahu muftir fi yawmin jaz lahu al-iftar fihi lam yujib alayhi kaffar. Demak, asli shu kunda zodi bu odam yani ig'zasi bulamti bo'lmamti deb qarasa, bulutdan bu shu kuni kasal bo'ldi, shu kuni undasi bu ig'zasi bo'ldi odamki kaffar kelmaydi deb bilan bunda qardi dedi. Yani bu intayin qulaylashtirgan. Oxirda hamma bo'lgandan keyin وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه. Üç dört türlü eden sanıdığı, şundan her birine bu gayb bazı nimeni eşbede, onun ig'zasi bo'ldigan kunda ig'za chiqqanligini ma'lum qilib berdi, uqtirib berdi. Aydınlaştırdı. Şunama? Yani bu asli bu kun, asli ig'zasi bo'ldigan kun kim bu? Lekin bu başta bilmekte, bunun nispeten g'aybde. Keyin vaqtni o'tishi bilan necha soat o'tgandan keyin ya hez kelib qoldi, ya safarga chiqdi yoki kasal bo'lib qoldi masalan. Davomdan keyin shu kunda bu ro'za tutmasin bo'lgan kun ekanligi, keyin bu o'ziga nisbatan g'ayb bo'lgan narsa ichildi bunun. Wa man i'tabara al-istihanata bish-shar'i awjaba alayhi al-kaffara.
Hem de bu şeriatın hükümlerinden bunda közgülmay. Hastalanıp ıgzı çötüp Ramazan'ın hürmetini saklamay. Manda kıyandı ki bunun ceza kilidi dep karagallar. Keparet kilidi de. Çünkü bu ıgzı açkan çağda bu ıgzı açsımı bulduğalıqını bilmekte. Ve huve mezhebi Malik ve Şafii. Bu İmam Malik ve Şafii. Elbette İmam Ahmed'in billah etsin. Bunda meselelerde sen rahatlıdır. Muş mesela çünkü Abu Hanife o 100% kafaret yoktu işte ama İmam Malik'ten Şafii 100% kafaret vardı. Biraz mı? Muşna mesela yapkan bizim sonra kaysını tutup tepensek oldu mesela. Katarak turamda okuyaklar Abu Hanife yol hiç beğendim. Ya kaysı derecati güçlü olarak körelse şu boyusu yaparız. Lekin onda ahval qarab İmam Abu Hanife'nin qarşı boyusu fatva beriyorsun bulardım. Ama şu çoğun kat imamuldan birisi degandiken, bunun ustiga ma'lum asası bo'lgandikan, faqat bilamamda jin qo'tamaydigan yoki aniq ba'zi hadis yetmay qilib deb qolgan ba'zi qarashlar bor. Bunda ahvolda bu chaqda shu hadis bo'yicha, shu dalil bo'yicha javob beramiz. Bunda ahvollarda ehtimollik masalada qanasi bular. Bular qulayroq qilamiz. Abu Hanife'nin shunda qulay ekan, shu kunda mukammalga. Chunki bu kun bir butun deyli, la yatajazza. Yani bu bir qismi ro'za tutgan, bir qismi ro'za tutmaydigan emas. Shu kun ya ro'za tutgan yoki ro'za tutmaydigan. Ma'qul, menda sen bo'ldim. Burun bunun geldiği vacip bo'lgan kaparat. Lekin shu kun kech bo'lguncha biz shu ig'za chekkan chaqda so'sa geldiğin kaparat vacip bo'ldi deymiz. Endi necha soatdan keyin bunun ro'za tutmusin bo'ldiganlik ruxsat ayon bo'lgandan keyin avval kaparat bermasam bo'ldi ekan. Bu kaparatni Alloh taolo yengiltib o'tgan. Chunki ashunda ahvolni ko'ralsa yengiltib o'tgan dalil bo'lganlik. Mayli. ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر. Yana şundaqqa içvetken bulamda momunduruz. Buzvetken bulamda momumda degan masalaga chetishlik masalalardan İmam Malik tang atqanligida shaklanib qilib bir narsa yapsagan kishi qazolam qilmas bo'ldi, kapara kelmaydi debdi. Çünkü İmam Malik'nin usta tang etishdan ilgari bu niyat qilib bu ishni jo'shtib bo'lgan bo'lishi kerak. Ve ijabuhul qada'a vel kaffarata ala man akala ve huwa shakkun fil ghurub ala ma taqaddama min al farq baynahuma. Lekin kun patdi patmadi deganda shaklanib qolgan ahvolda yeb ichgan bo'lsa, o'sha qada vel kaffara kildi dedi. Ikkisining o'rtasida farqlandigan o'tganda. Qanday farqlandigan? Çünkü tulul fajr degan bu asli tang atgan atmaganligi, yani şu zo'rliq vaqti bilan bandat vaqti oralig'ida biz hozir tang atdimi atmadimi deganda shaklanib qoldik shunami. Bu mashkuk. Lekin asli yaqin demakda tang atmasga yaqinda. Chunki burun kechikdi. Kechiniki yaqin bo'lib ketdi. Hamda bu yaqindan yana bir yaqinga yetkilish uchun yaqin bo'lmasa yetkilanmaymiz. Shakli o'tkazib olmaydi. Nolken bu bir xil ehtimollik. Ammo nima dechor kun patish masalasida asli bu yerda yemaslik kerakda. Yani bu kunduzgi ta'vat yaqin kunduzda. Lekin kun patqanlikqa mashkukun fi. Undan bu yer yemayroq turish kerakda. Shunga kaparat nima vojibdi dedi. Ikkisining farqi bor. Yani birinchisida yeyish yaqin tushunami? Yani kechida yeyish ruxsatda. Endi yemaslikka o'tkazish bu taxi mashkuk hozir. Tang atmadimi? Lekin ikkinchi kun patishcho asli yemaslik kunduzda bu. Yemaydigan vaqti bu yaqinan. Endi buningdan yesang bo'ldi degan o'tkazish hozir mashkuk. اليقين لا يزول بالشك. واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة. Endi Ramazanның qazosini tutgan vaqtida qasdan ro'zani buzib tutibdi. Burunqisi Ramazan ro'zasini tutgan chaqda buzib o'tganning kafarati qazosi edi. Hozir endi osh qazosini qilaman deb ro'za tutib, shu qazosini tutib o'tib qasdan buzib o'tdi. Buningdan da ko'pchilik olimlar yo'q buningda kaparat kelmaydi deb qaradi. Li'annahu laysa lahu hurmatu zamanil ada. Yani Ramazanning farz ro'zasini ado qilgan vaqtning hurmati yo'q bunda. Çünkü Ramazanning hurmati bordi. Bu yerda kaparat ash tarafga kelgan Ramazanning hurmati uchun. Endi ma kunda biz qazosini qilayotgan kunlarda u Ramazan bo'lmagan ekan, unda hurmati bo'lmaydi dedi. İlla qatadata fa innahu awjaba alayhi al-qada'a wal kaffara. Faqat qatadadan qazo val kaffara kildi debdi. Çünkü bu Ramazanның hürmeti yani olan badigideki. Ramazanның ro'zasi etdimi shu tutanmagan edi. Masalan, qanda buzitishdan qat'iy nazar shunami? Ya qanda buzitishdan qat'iy nazar. Çünkü Cumhuriyetning nazarida kafara kildirdik-ku. Yani jima bilan bo'lsin, yemek bilan bo'lsin dedik. Wa ruya an ibn al-Qasim wa ibn Wahb anna alayhi yawmayn qiyasan al-hajj al-fasid. Yani İmam Malikning shogirdlari ibn al-Qasim bilan ibn Wahb ikkilan 2 kun qazo qilish kerak debdi.
Yani birisi asli Ramazan'ın tutanmagan günü. İkincisi ma kazasını tutman da bunun buzvetti. Bir gün, bir gün 2 gününü yani başka 2 gün yani roz tutuyordu. Bu nimaga qiyos qilyapsa, buzayotgan hajga nisbatan. Masalan, birisi haj qilibdi, farz hajni qilib o'tib buzaytibdi. Yoki haj farz bo'lganini qilmabdi deydi. Yoki hajga berib bu, o'sha haj buzilib ketgan ishni bijni qilib, haj bekor bo'lib ketib qaytib ketdi. Qaytgandan keyin ikkinchi bir yil yana bordi. Hajni qazo qilaman deb. Yani ikkinchi bir yil borgan chog'da yana buzaytdi buni. Undan keyin men ikki haj ketdi deydi. Balki muttafaqun alayhi hukm o'xshaydi bu. Ani qiyos qilganda qaraganda boshqalimi shunda deb qaraydi. Undan keyin hajga qiyos qilib 2 kunni qazo qilish kerak deb. Vaqt kelajili qayta 2 qetim majburlandi vaqt. Yani 2 qetim. Yani kelar yilda undan keyingi yildan qilmasimi ish qilib umrining oxiriga qadar 2 yil qilish kerak. Tez ketgan. Nima uchun shunda desa hajgan shu anda tug'ilma qiladigan ibodat bo'lgan ekan. Shunda tez. Ibn Wahb Ibn Qasim o'xshash bu Imom Malikning cho'ng shogirdlarining birisi. Muvatta'ni İmam Muhammed ibn Hasan Shaybani rivoyat qilgan, Imom Muvatta'ni rivoyat qilgan. Hasan rivoyat qaysi? Muhammed ibn Hasanning eng to'g'risi shu. Shu hozirgi Muvatta'ni Imom Muhammed ibn Hasanning rivoyat bo'lishi mumkin. Demak, Ibn Wahb Abdullah ibn Wahb al-Misri, Misrlik. Wa ajma'u ala anna min sunan as-sawm ta'khir as-suhur. Mustahabbatlarni sirkat qiladi ro'zning sunnatlaridan suhurlikni kechiktirish. İftani vaktinde baldırlam kılışı. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la yazalun nasu bi hayrin ma acjalul fitra ve akharu suhura. Ve qala tasahharu fe inne fis suhuri bereke. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem faslu ma beyne siyamina ve siyam ehlil kitab ekletus sahar. Bu şunda hadisli boğandiken suhurlikni kechiktirib qilish, iftani burroq qilish, yani vaqt kirgandan keyin deylik, kechiktirmay burun qilish sunnat deb buni ittifoq keldi deydi. وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم أمدم وشو إجماع كأن علمان köpçülike rozininki sünnetleri, mustahabbatları, muragabat yani şu kızıktırılgan savaplık emelleri diyen bu. Şunun katardan manda işler var. Kefful lisan anir rafati vel khana. Rafat vel khana genç kısmı gep. Yani set gep söz yani. Set til hakaret, kabih sözler. Set ayasız sözlerden tilini saklaş. Rozininki sünnetler katardan dep köpçülük alimler şunda dep var. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem bu Resulullah'ın bu hadisine asasen. İnnemas savmu cunnetun. فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم. Demek bu muttafaqun aleyhi hadis. Azraq lafzda o'xshamaslik bor. As-savmu junna degan Buxoriydan bor. Endi fayda asbahadukum saiman degan mavla Muslimdan bor. As-savmu junna, junnaning zoq. Masalan, qalqan, to'silgan dalda, janna deganni biz yo'rgaydigan to'silgan deb qildik-ku. Demak, to'silgan qalqan, qo'g'dab qag'uchi deganda. Ro'za shunda qalqandir. Shunga biringlar ro'za tutib tangatgan bo'lsa, satgap qilmasin. Wala yejhal deydi. Wala yejhal degan bo'ldi. Nadallik qilmasin degan gap. Ya'ni nadallarning qiliqlarini qilmasin. Vaqirab to'zishgan, bo'g'ishadigan nadallik ishlarini qilmasin demak. Hadisda bor Allohumma inni a'udhu bika min an ajhala aw yujhal alayya. Men bu boshqalarga nadallik qilishdan, boshqalar menga nadallik qilishdan panolik tilayman. Fa inni mur'un shatamahu nawadamda bir inson tillab qolsa, men ro'zdor deson. Men shatamahu degan hozir shart bir tarafdan keldi. Bu mufaala lekin buni ikki tarafi va narsa bo'lganda ikki odam o'ttirdi bo'lg'ash bo'lganda biraylardan sodir bo'lsa-mu shatama dedi. Arabchada bu mufaalaning bo'lsa odatda bir tarafdan sodir bo'lg'ashdan bunda ishlatiladi. Lekin qarshi tarafga chetishlik bir ish bo'lsa. Wa dhahaba al-zahir ila anna ar-rafata yuftiru. Mana ahli zohir satgap qilsangmi ro'zang buzilib ketadi deb zohiriyligini qildi dedi. Wa huwa shadun. Yani bu ham jumhurdan tutilla ayrilib chiqib olgan bir qarash deylar. Balki kuchli chiqarishi mumkin ba'zilar tarjih qilsa. Lekin shaz qarash. Mesela yolg'on so'zlasa ro'za buzildi, buzilmadi. Mesela ahli zohir buzildi deyish mumkin. Chunki ro'za tutish degan yemak ichmak jimalam emas, harom qilgan hamma narsani tutish iborat deyish mumkin. Shunga arafat bilan uni ro'za buzib ketadi. Qaysi istasasin? Aynen. Fayda asbahadukum saiman fala yarfat. Mushariska asasen. Lekin bu hamda istihbabqa ma tarafliga qarata apurdi jumhur. فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل. Muşula feriz rızığı münasebetlik meselelerdir.
şu meselelerninki en meşhurları. Ve baqiyal qawlu fi as-sawm al-mandub ilayh. Hem de fariz bo'lmagan mustahab sunnat ro'zalarda bahs qilish qilib qoldi. Va bu qismi thani min hadha al-kitab. Bu mushu bölümün ikinci kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Siyam-ı Thani ve huvel mandub ileyh. Ro'zadan ikinci bölümü u bo'lsa-mu farizdan boshqa sunnat va mustahab bo'lgan, mandub bo'lgan ro'zalar bölümü deydi. Ve nazaru fi siyam al-mandub ileyhi huwa fi tilka al-arkan al-thalatha. Endi bu mustahab sunnat ro'zdimi? Aşı 3 arkanda yani bahs qilamiz deydi. Şu 3 arkanni to'xtalmay bo'lmaydi. Bu 3 arkan qasitda zaman, yani vaqt. Mesela Ashurada tutamdiq, tutmamdiq. Mesela Sitta min Shawwal degandek, Arafat kunida tutish, Isnin va Xamis. O'shanda juma kunining oldi keyingi ro'zasi yaxshilab o'shanga gap qilgan, masalan, payshanba. Ya jumada tuta olsa ya uni ya buni qayta tutsin degan. Yalg'iz jumada tutmaslik, yalg'iz shanba tutmaslik. Demek bu 3 arkanning birisi zaman, yani birisi imsak, yani shu ro'z tutish, eg'zatmaslik. Yani birisi niyat. Biz farz ro'zda bu 3 arkanni deb o'tgan zaman, niyatimiz shu 3 arkanni bas qilamiz. Wa fi hukm al-iftar fihi. Mandub ro'zladimi eg'zatib o'tishning hukmi nima? Farz ro'zda eg'zatib o'tsa, buzatsa, bunda ish bo'ldi dedik, jazo qildi. Buning kelamlik ham bunda mushularni bahs qilamiz dedi. فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو ركن الأول birinci rükne elip eysak aşı mendub boğan roza tutulgan külle şudur dedi. Birinci rükün şu yani zaman. فإنها على ثلاثة أقسام. Bu zaman mı? 3 kısmı bölündü. Eyyamın muragabun fiha. Şeriat tergib kılgan, rozasını tergib kılgan külle. Şeriat rozasını çekligen külle. Şeriat rozasını çekligen ya tergib kılgan için tuğan külle. Ve min hadihi ma huwa muhtalafun fih. Bunun içinde yana talış-tartışılap kalan muraggab mı, menhi mi, meskut anımı da talış-tartışılap kalan küllen var. İttifaklaşkan küllen var. Emmel muraggab fihi el-muttefak aleyhi. Hem de şeriat kızıqtırğanlıqı da talep qilgan, mustahab, sünnet, mendub deb qaragan, deb hamma olimlar ittifoq kelgan kunlar bo'lsa, yevm Ashura, Ashura kunni ro'za tutish, Muharramning 10-kuni. İxtiloflashib qolgan kunlar Arafat kunida tutish, Shawwalning 6 kunini tutish, val ghurari min kulli shahr, ya'ni har oyninki kechalari oydan bo'lgan kunlarni tutish, bu bo'lsa 13, 14, 15-kunlar. Çünkü muşkunda yani eyyamul bid deydi bunu. Eyyamul bid degani kecha oydan bo'lgan kunlar deyman. G'urar degani shu. G'urr degan nurana. G'urram muhajjalin deymiz go. Shunga qashqa atnimi farasun g'urrum muhajjal deydi. G'ur degan yo'riqliq, nuraniliqni bildir. Shunga 13, 14, 15 bugunda to'lin oy chiqqanlik uchun kechasi oydan bo'ladi. Shu 3 kunda ro'za tutish masalasi. Yani bu talash-tartish bor buningda. 10 kunda bir, 20 kunda bir kun, 30 kun. Bunun var mı? Ya her ayda 3 gün yani kaç gün aqaq olsun, otur olsun, nerede olsun her ayda 3 gün tutuş var. Tercih kılınmış. Ama siyam yevmi Ashura. Ashura günleri kesek, feliyennehu tebata yani bunun ittifak var. Şuna ittifak boğaçka mı ya da bunun delili çok mu seyyed çıkdı o? Muharrem ki birinci işi var. Hicri kalender boyunca birinci ay. Birinci ayının onu, Muharrem ayının 10. günü. İmam Hüseyin şehit kılınan gün. Çünkü Şialı Aşura'da alayda tebrik etti. Muharrem ayının 10. günü şehit buldular ya İmam ya Hüseyin'e. Karnıları kontrol etmiş mi? He. Müsaade istemem. Bu cık vakalı boğan gün. Mesela Ramazan'da o yetsek maaş olgan, gazat olgan, cık bunun sanıqlı oldu mu? Şuna okşayız mesela Arafat günü desek bu mundar günü. Cuma günü desek Adem Aleyhisselam mundarım kıygan, bundan nurun fazilen sanıqlı oldu. Demek aşında ahvallar toplangan bo'lishi mumkin, udilkagan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda ijmo bo'ldi. Sham Ashurada, shunama ittifoq bo'ldi. Nima uchun desa, tabata anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam samahu va amara bis-siyami. Tabata mishada sayyid arqali muttafaqun alayhi yoki Sahih Muslim va Buxoriy ba'zi arqali isbotlangan. Rasululloh bu kunni ro'za tutib va ro'za buyurgan. Shunga bu ixtilof yo'q, alhamdulillah. وقال فيه من كان أصبح صائما فليتم صومه فليصم dedi. Hadisning lafzida men kan asbah sayman falyasum. Ro'za tutaversin dedi. Shu Ashura kunida ro'za tutib qolgan bo'lsa,
ro'za tutaversin, davomlashaversin. Va man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi. Agar ig'za chiqqan bo'lsa, shu kuni kechgacha bir narsa yemay tursin. Bu muttafaqun alayhi hadis. Shuna tabat dedi. Vaqtalafu fihi hal huwa at-tasi'u aw al-ashir. Endi olimlar Ashura kunida ro'za tutish bunda sunnat, mustahab, shariat targ'ib qilgan dedi. Lekin bu kun qaysi degan ixtilof bor. 9-kunmi, 10-kunmi? Va sabab fi zalika ixtilaful athar. Ya talashlar sabab bo'lgan narsa hadislar bir-biriga sal o'xshamaydigan kelib qolgan dedi. Ashuraning so'z asharadan chiqarmasmi shu? Asharadan chiqqan. Lekin bu yerda lug'at tarafdan shu Ashura degan 10-kun degan shu jalliq chiqdi. خرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك bu ابن عباس'ın sözü hazır mı? ابن عباس'ın sözü. Kim de bu Resulullah'ın bundan kallıkını bunda kılıttı deb keldi. Peki maksud ابن عباس'ın sözü. Muharram'ның yeni çıkan eyni köyge vaktinde sanığın dedi. Bir-birler sanıp kelip 9. güne sen ro'za tutgan holatda qo'yib qo'ygan emas. 8 kun kechirgan. Demak 9 kuni kunduzi ro'za tutgan demakchi. Faqultu hakada kana Muhammadun sallallohu alayhi vasallam yasumuhu. Demak bu hadisni Ibn Abbos rivoyat qilgisi Ibn Abbosdan so'rabdi. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda ro'za tutamdi deb so'rasa qala na'am. وروي أنه عند ينبر الرواية أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع يعني يوم التاسع والعاشر دمكتين إشكسن بالله دمكتين قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demek ki Resulullah başta şu 10. günden tutkan ve 10. gün ro'za tutsan degan. Hem de sabığı bu gün Aşura gününü bu Yahud Nasaralı ulug' bildigan. Yani Musa Aleyhisselam'dan bundan Firavundan qutqizgan kunde, manda kunde, onda kunde deb ulug'laydi ekan. Biz endi bu o'xshasham bunda tutamdiq deganda, siz unda olsa kelar yili tutsanglar, oldi bir kunni qetib tutsanglar. Yani anda tutmaysiz, tutayli degan. Unda olgan bu Yevmut Tasi'ni birga qatib tutamiz degani, Ashura degan shu Yevmul Ashir deganni bildirdi demakchi. Hadi islom mazid kelib qoldi-ku demakchi. Lekin endi mana bundan qarasak, Ashura degan asharadan chiqqan so'z. Lug'at tarafdan shu o'nliqni bildirdi. Endi Ibn Abbosning desa mazidga zid kelmaydi. Qanda bu xuddi Rasululloh kelar yildan tortib 9 10ni tutamiz dedi-ku. Ibn Abbosning hadisida Rasululloh shu tutamiz degan yangidan bundiki bunda qilamiz degan hukm bo'yicha javob bergan bo'lsin. Sen yani Rasululloh o'lib ketdi va Abu Bakr uni tugab ketgan vaqtda balkim shu. Yani bir muddatdan keyin bir tabi'i Ibn Abbosdan so'rasa, sen 9ni tutgan. Demak 9ni 10ni tutgan demakchi degan bunda mazmun chiqishi mumkin. Chunki Rasululloh 9ni tutmaymiz bundan keyin degan ekan. Ammo 9 degan so'z bilan sal kelmaydi. Va amma ixtilafuhum fi yawm Arafa. Endi Arafat kuni Zulhajjiningki 9 kuni bo'ldi bu. Demak Zulhajjiningki 10 kuni ayyamun ma'dudatma. Demak bu fazilat kunlar. Ya'ni Zulhajjining 10 kuni. Zulhajji 10 kunda qilgan amal ibodat intayin fazilatli. Hatta masalan bu kunda qilgan amal ibodatning o'sha mujohidning mustammo afzal. Haqiqatan mujohid chiqib o'zining o'sha ot qurol bilan o'zining nasli bilan chiqadi-ku. Chiqib aytdimmi hamma narsa yo'qolib o'zimni shahid qilinib manda hech nima uyga qaytmagan bo'lsa buning katta bo'ladi. Uningdan boshqa g'azi bo'lib qaytgan bo'lsa-mu buningdan 10 kundan kuchli demak. To'xtamay namoz o'qib to'xtamay ro'za tutgandimmi afzal demak. Ayyamul ashr. Demak shuning ichidan Arafat kuni bor. Albatta Arafat kunining hamda uning fazilati bu qanday kun bu avanimiz bilan odamlardan tepishgan kun masalan zaman o'chib bo'ladi-ku. Yani izdalafada iqtaraba ilayha deydigan yoki ijtimo' yani jama deymiz-ku. Muzdalifdan jama deydigan gap bor. Yani jama yani izdilaf ashada bir-birini topgan degandek. Arafa mishada Zulhajjning 9-kuni, ayatli Qurbon degan kuni deydi. Bu shu kunda ro'za tutish masalasi. Bir ixtilof chiqdi. Nima uchun? Yana nima solsam aftara yawm Arafa. Rasululloh o'zi ig'zachib ketgan. Buxoriyda bor. Rasululloh ro'za tutganmi, tutmaganmi deb xalqlar ishkilinib qolgan chaqda Rasulullohning ayollaridan birisi
Ummu Salama'mı, qaysi birisi ya Maymuna'mı bir qacha sutni apirib nima qilgan chaqda shu uloqning ustida turib lam hammadan ko'rdigan ya turib lam ichib etgan. Yani Rasululloh boshqalar bilsin ro'za tutmaganligimni deb uqtirish uchun haq ko'rsatib ichgan. Demak o'zi ichib etgan. Va qala fi amdi deyish shu so'zi qanday? Siyam yawm arfa yukaffiru sanatul madiya wal atiya. Arfat kunda ro'za tutish o'tgan bir yil va kelar bir yilninki günahları mağfiret kılıyoruz. Yani günah mağfiret kılan günah qanday desa bu alimli balki ya kebair emasdi, sag'irdi, ya sag'ir mı var, kebair mi var, ya ma yok deb uni qilib ish qilib bu fazilatini bildirdi. Validalika ixtilafan nas fi dalik. Demak Rasululloh o'zi ig'iz ochgan, lekin menda fazilatli deganda. Undan keyin bu yerda talash-tashib qoldi. Vaqtara Shafi'i al-fitra fihi lil hajj. İmam Shafi'i ham o'ttirdi turib haj qilgan kishi Rasulullohga o'xshamas. Haj qilganda ig'izchi etgan ig'izatsin. Ammo haj qilmagan kishilar o'zining yurtidagi hajga chiqmaganlar bular ro'za tutsin degan. Arfat kuni ro'za musab bo'ldi. Masalan, kecha namoz o'qigan kishi 8-kunchi kun kechda o'qishi nima? Arfat kechasi tahajjud o'qidimsa, ayati Arfat chiqimiz degan shu 8-kunchi kunduzdan keyin qildigan kechada o'qiydi. Demak, Imom Shafi'i hozir o'ttirdi turibdi. Mushahidisdan hozir ikkisidan amal qilaman demoqchi. Jam'an baynal atharayn ishkadisini jamlab lam amal qilib va kharaja Abu Dawud anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an siyam yawm Arafa bi Arafa. Abu Dawud manda hadisini rivoyat. Arfatda shu Arfat kuni ro'za tutishni to'sqanda. Nonga ma Arfatda tutmoq boshqa yerda ro'za tuting degan Imom Shafi'niki ikkisini ayirganlikdan dalil bo'ladi. Va amma sittu min Shawwal, endi Shawwalning 6 kunini ro'za tutish kelsak من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. Müşahidisine esasen Şevval'ın 6 gününe bu faziletlik bir iş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak degeneydi. Men sama Ramazan'ı thumma atba'ahu 6 min Şevval kana ka siyamid dahr. Ramazan'da ro'za tutib bo'lib, aqidan Şevval ayının 6 gününe ergashib ro'za tutsa, xuddi butun bir umr ro'za tutgandek bo'ldi. Bu nima uchun butun bir umr ro'za tutgandek bo'ladi? Mesela al-hasanatu bi ashri amthaliha. Malaka Ramazonda bir oy ro'za tutsa, 10 oydek bo'ldi-ku. Endi 6 kun, 60 kun. Demak bu 2 oy bo'ldi. 10 oy, ma 2 oy 1 yil bo'ldimi? Her yili o'sha 12 oy ro'za tutgandek, 12 oyda ro'za tutgandek bunda davomlashaversa, butun bir umr hammasi ro'za tutgandek bo'ladi. Ma hisob bo'yicha bundan kesamidda. Baş 6 gün oldu ya. Şaval öpüzdük, şavalın keyin ayıp tutsa insan oldu. Hesap olmaydı. O malum şu günün fazileti bağlılık nas. İlla enne maliken kerihe zalik. Kitap çıktı bana. Şavval 6 günde ro'za tutish masalasida İmam Malik. İmam Abu Hanife ma makruh deb qaraydi. Nima uchun? Imma makhafat an yulhiqan nasu bi Ramazana ma laysa fi Ramazan. Ya bu hamda makruh deyishi balki hamda kişiler Ramazan'da emas gününe 6 günden keyin Ramazan'a o'xshash qiliblar avamlar. Bunda qilib olsa bu yaxshi bo'lmaydi. Ibodatga bir farzni qetib olgandek, boshqa kunning farz deb qarab olgandek bunda bo'ldi. Bunda bo'lib qolmasin deganlikdan yoki li'annahu la'allahu lam yablughul hadith أو لم يصح عنده وهو الأظهر. يعني هو hadisdan xabar qilmoq mumkin. Lekin xabar qilmaydi. Lam yasah indahu degani shu to'g'ri. Va huwa al-azhar. Yani mushahidisni sahih emas deb qaragan gap. Chunki bu hadisda biroz azroq bo'lsa ixtilof bor. Chunki Imom Sahih Buxoriy rivoyat qilmaganmi? Sahih Muslim degan ismi. Yani kichik kitob bo'ldi, nimga yozib qo'ydi. Shuni ixtilof bormi yo'qmi demay chiqirib o'tganda. Ma jumhurning qarashi bo'yicha tanlab nima qilgan. Yoki sahih hadis bor deb ham shu hadis bo'yicha yozildi. Şu bir qarashni tarjih qilib yozgan narsa. Ve kezalike kerihe malikun tahri siyamil gurari ma ma jaa fiha min al-athari. Ayyamil bid kechsi oydin olgan 13, 14, 15 her ayninki shu 3 kunda ro'za tutish masalasida İmam Malik mush kunda udullab turib ro'za tutishni makruh deb qaragan. Tahri degan shu. Qasddan shuni ko'zlab turib degan. Aşında hadis kelgen turguluq deydi. Makhafata an yadunnal juhalu biha annaha vajiba. Bunu uqmaydigan nadallar bu vacib ro'za deb o'ylab qilish. Endi unda jahil bunda o'ylab qoldi desa, hamma sunnat ashva gaza hamma targ'ib qilingan ibodatni qilmasa qildi. Shu jahil farz deb o'ylab qoldi. Yani ispat doğruluk qasddan mehmon deydilar. Ha. Ega Imom Malikning unda hadisni mumkin emas unda shunday ham rad qildi. Lekin menda muhim narsani bir ko'z
tutib turib, yoki shu Imom Malik yashagan davrdagi ba'zi kishilar shunda ikkisini aralash xuddi faridga o'xshash qilib olgan bo'lsa buni. Va tabata anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana yasumu min kulli shahrin 3 ayyamin ghayra muayyanatin. Yani sayyidista Rasulullohning har oyda falan kun deb belgilamay 3 kun ro'za tutganligi isbotlangan dedi. Wa annahu qala li Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma lamma akthara as-siyam ama yakfika min kulli shahrin 3 ayyam 3 kun dedi. Falan kun dediğo قال فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال 5 قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال 7 قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال 9 قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال 11 قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. Demek hadiste 3 gün diyen bir söz var. Tamam? وخرج أبو داود أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. Abu Davud'un rivayetinde Düşembe, Perşembe günü roza tuttu deb rivayet qilgan. Yawmul isnayn vel xamisni isnayndan men tug'ilgan kunda roza tutishni yaxshi ko'raman degan. Yoki mush 2 kunda amallar ko'tarilgan. Haftaning amallari emas, 2 kunga jug'inib Alloh taolo huzuriga yo'linadigan kun. Ben şu günde roza tutgan holatda bo'lishimni, amallarim roza tutgan holatimda ko'tarilishini yaxshi ko'raman degan. Wa tabata annahu lam yastatim qat shahran bisiyam ghayr Ramazon. Yani Rasulullohning Ramazondan boshqa oyni to'liq tutganligi kelmagan. To'liq tutib bakmaganligi isbotlangan. Wa inna aktsara siyamihi kana fi Sha'ban. Lekin ko'p roza tutgan oy qasita esa Ramazondan qolsa Sha'ban aytdi. Balki 20 kun, 25 kundek bunda tutilgan deydi. Wa ammal ayyamul manhi anha. Endi murag'ab kunlar tugidish, nima? Endi cheklangan kunlar qaysi? Faminha aydan muttafaqun alayha wa minha mukhtalifun fiha. Amma al-muttafaq alayha fa yawmul fitr wa yawmul adha. Qurban Hayit ve Ro'za Hayit kunlari 2 kun. Lisubutun nahy an siyamihima. 2 kunda ro'za tutishni cheklashning aniq sayyarslar kelganligi uchun. Birinchi kun islommi ya? Birinchi kun la, ikkinchi, uchinchi kun emas. وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر. Endi cheklandimi o cheklanmadimi o mushkullar ixtiloflashib qolgan kunlar bo'lsa, ayyamut tashriq, ya'ni Qurban hayiti minad bo'lgan kunlar. Ya'ni 11, 12, 13 degan kunlar. Yawm shak degan Sha'banning 30-kundagi kun. Yawmul Juma, Yawmul Sabt va nisful oxir min Sha'ban va siyamud dahr. Siyamud dahr degan shu har kuni ro'za tutadigan, biror kunmi ig'zashmaydi. Umr bo'yi ro'za tutib o'tashgandek. Amma ayyamut tashriq fa inna ahla zahir lam yujizu as-sawma fiha. Zahiriylar bunda ro'za tutsa bo'lmaydi deb qaradi. Va qawmun ajazu zalika fiha. Ba'zi olimlar tutsa bo'ladi dedi. Ba'zilar makruh deb qaradi. Va bihi qala Malik. Imom Malik makruh deb qarabdi. Illa annahu ajaza siyamaha liman wajaba alayhi as-sawm fil hajj wa huwa al-mutamatti'u. Lekin Imom Malik makruh deb qaragan bo'lsa-mu, lekin shu yili hajda ro'za tutishi vojib bo'lgan masalan. Qurbonlik qilinmay odamlar mutamatta 3 kun oyda ro'za tutib, 7 kun qaytgan ro'za tutgan, shu odamga nisbatan mayli debdi. Makruh emas, lekin odatdagi kishilarga nisbatan makruh deb. Chiqishdan burun tutish. 3 kunni hozir qaysi kunda tutishda talash tasish bor. Ba'zilar shu 6-7-8-kun tutib oldi. Ba'zilar shu minar kunlar tutib olsa bo'ldi deydi. Yoki juda qaytishda ilgari. Lekin Imom Malik ham makruh deb qarab, ammo mutamatta odatda 3 kun ro'za tutish kerakda, juda qaytishda ilgari. Ama 3 gün tutuvası buldu. Belki o minardan qaytib bilan yutuqmanishi mumkin. Davomki 3 kun ro'za tutolmay qoladi. Salasa ayyam fil hajj va sabatin za rajatum degina, salasa ayyam fil hajj degina o'rinda yemay qoladi deb, unda minar kunda tutuvasam buldu deb. Wa hadhihi al-ayyam hiya thalathatu al-ayyam allati ba'da yawm an-nahr. Qurban hayit kunidan keyin keladigan 3 kundir bu kunlar dedi. Ayyam at-tashriq. Nima uchun tashriq deb atalgan? Ba'zilar qo'y so'yab, mal so'yab onun go'shini qaqlab, optab quritib olganlik jihatdan shu kunlarda ayyam tashriq deb atalgan. Ba'zan da shu kun chiqqanligi shaytonga tashadigan, ba'zi faoliyat bo'lganlikdan. Shu atalishning sababi. Tashriq degan optabga qaqlab quritish degan bo'ldi. Optab silish. Tashitishni qanday Ya unda kun chiqqan ekanda tashlatish qilmaydigan, bunda faoliyatlar nima bor emasmi? Shu tarafdan degan bo'lishi mumkin. Yani shuruqqa munosabat bo'lsa, kun chiqish munosabat u taraf. Ammo ko'pincha shu go'shtni optab qisilib, qaqlab, qurtilish,
qadid oldu. İnnema ana ibn imra'atin kanat ta'kulul qadid. Yani bu qadid Araplar burun qısallaca olmagan ekan, to'nglat qolmagan ekan. Go'shtni aptapni qurtib elib olsa, qachonda yesi buldigan. Buzib qolmaydigan bo'lgan ekan. Shu ishkidan nurg'on mal so'yilib ketadi. Uni go'shti yeb bo'lmaydi. So'ng aptapda toza, qiziq aptapda esib qurtib olsa, ya tashning ustida qo'yib qo'ysa, go'sht qurib qoladi. Tashriq degani shu go'shtni aptapsida qurtib olish. Bir qarashda yani. Etdan birinchi kuni cho'nchakdan tashlattimiz-ku. Shu kun kirib ketgich asli bilanda. Hozir ham olimda 24 soat ruxsat qilyapti. Lekin kun patqicha asli bo'ldi. 5-6 yilning oldida ruxsat qilgan o'chakda qisqanchilikda, hozir unda qisqanchilik emas. Hozir ruxsat qilmasalar. Eğer şu kaçanımda insanın hayatı tehlikeye xavf etadigan bo'lib qolsa, hozir unda qiyinchilik, xavf yo'q bo'lsa, shu belgilangan vaqtda, sunnat deb qaralgan vaqtda turibsiz. Nimincha ilqi tavofnicha o kechib kelsin bulanda. Tavofni kechik tuzum bo'ldi degan qarash bor ekan. Biz ajga olgan chog'da tavofil ifodani 2-3 kun kechiktirib. Bo'lmasa-da o astin qavat, o maydonga to'shab ketdi. Maydon atrofi peshayvon, ondan usti qavat, o'zgarmaslik. Bu odamda nima qilish mumkin emas. Sog'lom, qavl yoshlar bo'lsa, o jafo tortmay nima qildi? Ammo ayol kishi yo o'sha qil bo'lib qolsa, shuni biz balchaqlab qo'ygan ekan, ya mejilib qolmayli, qizim qilmaydi. Zodi u minadan chigan chaqda oldin ketib chigan bo'lgan ekan. Biz bilan baga bir bola. Minada charchab, keyin ondan tavofil fadiga chirib, ya'ni minaga chiqdi. Shu qoida bo'yicha hamda. Chiqib keyin u yerdan chigandan keyin bir ishkundan keyin shula o'rtiriblam yataqda bo'kka tushdi. Yosh nima balamda sog'lom bo'ldi. Lekin shu qattiq charchab ketib, chiqishkin tomoq u egizib sulab ondan bu alsızlanıp ketip en ahırı yıkılıp. Sen minadan çırp olganda şu yataqdaki ahval. Amma şu 3-4 gün jarayonida qattiq taljib ketdi. Qattiq charchash. Ve sebep ihtilafin taraddud qawlihi sallallahu aleyhi ve sellem fi innaha ayyam aklun ve shurb. Ayyam at-tashriq. Ayyam at-tashriq innaha ayyam aklun ve shurbun dedi. Günü ve onunkinki 3 gün dedi. Bu şu hadisemde bir ihtimallik var. Müşahede yep içip bunda egzi için vacip mu ya ki roz tutmaslık mustahab mu diyendek ya. Femen hamalahu alel ucub qal as-sawm yuhram. Yep içilen gün bu, yep için kerek digerle roz haram buldu dep qardı. Ve men hamalahu alen nad roz tutmayman egzi iç mendub de mustahab işte dese o çağda roz makruh oldu dedi. Ve bu yekuna men hamalahu alen nad inma sara ila zalik وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب. Yani ya mendub digerler belki aslında bu vaciplikni bildirdi dedi. Yani bu gün yep işidan gün degandan Rasululloh bo'lmaydi degandan bildirdi dedi. Ama yep işin vacip deganda yep işip yurishing mustahab deganga apadi dedi. Yani Rasululloh bo'lmaydi. Lekin tutib qolsang makruh oldu deganga apadi demek. Asli bu qoida uning nazarida vacibdi. Vacibni tashlab mandub qiladi. Li'annahu ra'a annahu in hamala 'ala al-wujub 'aradahu. Chunki buni vacib deb qarasak, ro'za tutmaslik vacib deb qaragan taqdirda hadis taqshib qiladi deb qarab. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu at-thabit bi dalil al-khitab mustayyidisninki mafhumul muxalafasi dalil khitab orqali oldiga uqum anini zitkab qildi dedi. وهو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. Demek işkünde roz bulmaydı. La yasih yani ki doğru olmaydı. فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام. Demek bu işkünde roz doğru olmaydı diyen ayetın birinci günü, ayetın birinci günü diyen buluyorsun ama bu zaten muttefak. Dürüst olmaydı. Hem de bu delil hitap bilan mushkin durust olmaydi degani ma ishkinin oxirgi kunda durust oldi deganini bildirdi. Mafhum muxalafa. Va illa kana takhsisu ma abatan la fa'ila fi. Bu mushkinni bo'lmaydi degan mushkinni takhsis qilishning foyda bo'lmaydi. Mushkullarda da men deydi. Ammo bu delil hitap bilan misol ojizlik qildi. Va amma yawmul jum'a fa inna qauman lam yakrahu siyamahu. Hamda juma kuni o'tkazib ketdi. Cuma günü ayrım tutuşun değil mi bu?
Bazı alimlar ayrım tutuş mekruh emas debdi. Ve min haula Malikun ve ashabuhu ve cemaatun ve kavmun kerihu siyamahu illa en yusama qablahu ev ba'dahu. Demek bular aşulardan başkalar bolsun. Bir grup alimlar bunun oldu ya keyinde bir kunni qetib tutsan bo'ladi, bo'lmasa ayrım tutmaysa debdi. Yani mekruh unda tutuş. والسبب في اختلاف الآثار في ذلك فمنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة هو حديث صحيح. Demek cuma günde unda roz tutmay qalğanını görüp bakmadım dep. Her ayda 3 gün roz tutdu eken. Cuma günde şu roz tutgan gün eken. Bir ayda 3 gün tutsa bu cuma günü ya 3 ya 4 kıldı şu. Bir ay şunda da 4 bo'lib qolishi mumkin. Ma deyken ma 3 gün istinə və xəmisdən başqa sol düşünəmə? İslam xamisdan başqa günü. İslam xamisdan başqası bo'lishi mumkin. İslam xamis mushun ishli bo'lishi mumkin. Ehtimollik. Lekin ma'disiga nisbatan shu 3 gün cho'qim juma kuni bo'lib ketish kerak. Chunki juma kunida g'azasgan ko'milarim degani juma kuni ro'sti yapıldı. Ve min hadis Jabir radıyallahu anh anna sailen sa'ala Jabiran asmi'ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem naha an yufrada yawmul cuma bisawm. Resulullah'ın yalğız cuma kunlam ayrım roz tutuşun çekilganligini anlagan bitta qala na'am wa rabbu hadal bayt kharrajahu Muslim. Undan ayrım tutuş çekilganligi aniq mana. Sayyidisilar. Ve minha hadis Abi Hurayra radıyallahu anh qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yasum ahadukum yawmal cum'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu mana. Bu aniq ve kharrajahu aydan Muslim. Bu sayyidisi. Bana ünlüsün hadisi çıkıp kaldı. Demek artık bunun da ihtimallik var. İbn Hasan hadisi de bu cuma günde Resulullah köydü. Belki o 3 gün mü tutup başka günü tutkan olması mümkün. Ya ki Resulullah bunu şunda kılışı mümkün. Ki cuma günü ayrım tutmanız diyen çeklime payda olan iken bunda kılmanın olması mümkün. Her ayın 3 gün tuttu da bir nokatı da 2 yıl zanlı yüksebekte başka aldık yerine. Ya ömürden hem şu vefat doğrusu kadar diye gepini bildirmedi de bu. Cuma günde ızgaskanı köymegen belki başka köygen olması mümkün. Bir ayda 3 gün bo'lgan ekan, juma kunida davomli ro'za tutgan ekan, cho'qim 3 kun juma degan. Juma degan bo'lishi. Demak, ma keyingi hadislar ma bakrak hamda sahih, ham jiqroq, aniqroq va kharrajahu aydun Muslimun. فمن أخذ بدار حديث ابن مسعود أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا ومن أخذ بدار حديث جابر كرهه مطلقا ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين. عند شنجة حديثنا أغلى بيرنا من ده جملة بقى. Hadis Jabir ve hadis ibn Mas'ud iskilmanda jamlaymiz. Bu qanday jamlash? Mazan bayon qilganimizda fa inda qawlan lam yakrahu siyamahu wa minha ulay Malik va ashabu va jamaa wa qawmun karihu siyamahu illa nusama qablahu aw ba'dahu. Bundan keyin mishada jam qilishning bir nimasi chiqish kerakdi. Ibn Mas'udning hadisida 3 kun deb bo'lib, ondan juma kuni Ramazon tutdi deb nima keyin Jabirninkida juma bilan boshqa bir kunni qo'shib tutdi deshan degan bo'ldi. Cuma günü İstanbul'da, Cuma günü koşup İstanbul'da diye anının qilsa 3 kunda eşib ketadi. 3 kunda eşib ketadi. Eşib ketadi. Bir kunni qatib tutishni demakchi deb jam qilib baqdi. Shul qarash bo'lish kerak hozir. Muallif ilgari 2 qarashni o'tirib qo'ydi. Va oxirida 3 xil qarash o'tirib chiqdi. Birisi masalan joiz deb mutlaq, yana birisi makruh debdi, yana birisi undan jamlabdi. Bu jamlaganlar bu yerning kelsigasin jamlatdan. Jamligada shu bir kunni qatib tutsam bo'ldi degan tariqa jamliga o'xshaydi. Avom shu taxirma? Taxir, yoki undan oldingi ya payshanbani, ya payshanba juma, ya juma shanba. Nima uchun juma kuni nima uchun cheklandi? Ya bayram. Çünkü bayram deganda misal bir kang tasha, bir yep-ichib bunda bir azodsizlik bo'lish uchun. Hayit kuniga o'xshash. Hayit kuni shunday-ku, juma kuni shunday. Endi nima Ashurani yolg'iz tutmaslikni uchun desa, Yahud nasara o'xshab qolmaydi. Shanba kuni ro'za tutishmaydi, Yahudiga o'xshab qolishdi. Shanba kuni ayrim tutishmi shunda? Yahud kunlarida bo'lsa. Yakshanba kunida ayrim bilinma ekan. Lekin shanba kunida asar bor deyman. Hozir chiqdi, shanba kuni masala chiqdi. Shanba kuni aytdi ekan. Hamda va amma yawmush shak, ya'ni Sha'banning 30-kuni, shunama. Fa inna jumhurul ulama ala nahy an siyam yawmush shak ala annahu min Ramazon. Ramazon deb munda tutishdan cheklagan dedi ko'pchilik olimlar. Ramazonga tava deb tutish, Ramazonning ro'zasini tutmamasa deb munda tutishni cheklagan. Li dawaril ahadith allati yujibu mafhumuha ta'alluq as-sawm bir-ru'ya. Chunki aniq sayyadsizlikda kelgan so'mu ru'yati, aftiru ru'yati deb kelgan. Shuni ko'rib andir o'zing degan. Siz ko'manda tutsangiz bo'lmaydi shekillan. Aw bi ikmal adad. Men g'umma alaykum. Akmilu addata Sha'ban 30 dedi-ku.
İlla ma hakaynahu an ibn Umar. İbn Umar hamda yevmi şekti ro'za tutdi deb qaragandi. Vaqtalafu fi tahri siyamihi tatawwan. Hamda yevmi shekda ya ma Ramazon deb tutmadim buni, nafl deb tutdim-go deb qasi hukmi qanday oldi deb buni ixtiloflashdi deydi. Faminhum man karihahu ala zahiri hadisi Ammar. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhudan bunda rivoyat qilingan. Man sama yevma shek faqad asa Abul Qasim. Bu bir xil tahdid vamda. Shunama? Bu gunohlikni, haramlikni bildirdi. Mushin zahir bo'yicha ham haram degandan kelib chiqdi dedi. Ya'ni bu makruh debdi. Asli haram deyish kerak. Asa degan deydi. Shunama? Buni Imom Buxoriy muallaq rivoyat qilgan. Boshqa sunan kitoblarida rivoyat qilgan ekan. ومن أجازه فلأنه قد روي أنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله. Şaban'ı bütün ro'za tutganda bir rivoyat qilinib ekan. Lekin bu aciz rivoyat. Abu Davud Tirmizi rivoyat qilgan aciz. Asli Rasululloh bayatin nimzida sabata annahu lam yastatim sawm shahrin g'ayr Ramazon. Undagi ma'vo aciz. Akhirjo Buxoriy. Yaqa faqat asa Abul Qasim degan Buxoriy rivoyat qilgan, lekin muallaq rivoyat qilgan. Uni ayirmabdi. Uni ayirmab, uni akhirjo Abu Davud deb qo'ydim. Asliliksin Buxoriy debdi. Ya, Abu Davud mo burunqi rivoyat qilgan, lekin Buxoriy muallaq rivoyat qilgan. Nima ikkinchisini Buxoriy rivoyat qilmagan buni. Ikkinchisi Tirmizi Abu Davuddan. Birinchisi raval khamsa va Buxoriy muallaqan deydi. Ha, faqat asa Abul Qasim degancha. Endi makruh deganlar kimlar? Jaiz deganlar kimlar? Makruh deganlar Imom Malik va Shafi'i va jumhur. Tatawwu deb ro'zasini. Imom Shafi'i debdi yukrahu sawmuhu illa an yuwafiqa sawman kan ya'taduhu. Davomliq mudda ro'za tutkilayotgan odam bo'lsa, dushanba, payshanba ro'za tutkilaydi masalan. Kelib anda shu yevmi shaka, shu yevmi senga udil kelib qoldi. O'zi tutkilayotgan. Tatawwu tutsam bo'ldi desa mayli ekan deydi. Makruh emas ekan. Lekin odat tutmay kelgan odam endi ma tutay desa bu makruh. Imom Abu Hanifa makruh emas debdi. Abu Hanifa yevmi shakni nafli deb ro'za tutsa makruh emas degan. Ya'ni Ramazonning ro'zasi deb tutsa, Ramazonning birinchi kuni mushamisa, farz ro'zani tutdim desa makruh bo'ldi. Ramazon miqdor Ramazon bo'lar, Ramazon bo'lsa nafl bo'lar bundan. Demak, unda desa shu bo'lmaydi demoqchi. Nafl deb tutsa makruh bo'ldi, unda Ramazonniki vojib ro'za deb tutsa o'chog'ida joiz bo'lmaydi qanday? Shu Ramazonning vojib ro'za desa makruh debdi. Demak, aslida o'sha karoha, aslida o'sha harom deyish kerakdi. Faqat asa Abul Qasim degan ekan. Lekin buni ham bular taqlid deb tushunib makruh degan bo'lishi mumkin. Ya ini haram degandek bo'lmagan ekan. Malik Shafi'i jumhur dedi-da. Ha, Malik Shafi'i va jumhur. Imom Ahmadning bir rivoyatda bilgan Imom Abu Hanifadan jaiz degan. فلأنه قد روي أنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله ولما قد روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصومه. Demek madem ismi İmam Şafii'nin şu miski udullaştırma. Fikri bakkan udul kap qasa tutanı bulmasa da Ramazan'ın ilgili bir iş gün tutman lazım. Ve kana Layth ibn Sa'd faqih Mısır İmam Mısır يقول إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء ثبت أنه من رمضان أجزاه. Ramazan da tutup kim şenlik guvaçılamış aynı köyde Ramazan dese Ramazan ise bulaverdi dedi. Bu mubdan qarashgan bu. Ve hada dalil ala anna niyet taqa ba'da al-fajr fi at-tahawul min niyet at-tatawwu ila niyet al-fard. Bu nimani bildirdi olsa tang atqandan kim bu niyet yangadan Ramazanning niyeti kelib nafliga tutgan ro'za farzga aylanib ketganligini bildirdi dedi. Demak, shunda xuddi ehtimollar agar Ramazon bo'lib qolsa Ramazon hisob bo'lar. Ramazon bo'lmasa tatavvolar deb buni. Lekin ba'zi olimlar buni bu ham Hanifiy mazhabga keyingi olimlar bundan nima qilib qoldilar. Bu alaqqa tushga qadar ig'zachmay unda saqlab tutib turdi. Talavvum deydi uni. Talavvum degani unda saqlab tutib. Soat 10-11 degandek vaqtlar qadar yoki alaqqa Eid namozi o'qiydigan vaqtlar deydi, masalan. Shashka vaqti degandek vaqt qadar bunda saqlab turdi bu. Shu chaqda Tunayning xabari bizga yetib, ma'lum bo'ldi-hamda. Ya'tiganlik xabar chiqdi televizorda. Masalan, shu chaqqa qadar saqlab turdi. Bir narsa yemay, bunda o'zini tonglaqqa olib tutib turdi deydi-hamda. Agar Ramazon desa, Ramazon tutmamasa deydi shu chaq. Shu chaq belgilaydi deydi. Tushga qadar deydi. Yo'q, Ramazon emaskan bo'ldi men buzvatdim desmaydi. Yoki naflar bo'lsin, deb bunda tutsin bo'ldi deydi. Yani bir mazhabdan keyingi olimlari ustilik ishlatib qilgan nima.
Hazırki vaziyetni juda o'lchalayotganda. Ya şu çağda mı da ahval bo'lgan ekan. Salaf alimlardan bunda diyelim bor. Bunda biz xato. Yani kız buldu. Müslüman alimler mesela makruh emas deb turganlar bor. İmam Abu Hanife, İmam Ahmed. Yani sahabe ve tabiinin köpünün karışıymış. Demek sahabe tabiinler ikki bo'linib ketgan. Bunda o'sha imomliq o'xshashlar. Do'nga ishkilik bo'ldi. Nanda ayetine şöyle yine tosulganlıkla, yaranlıkla dalil olmaydı. Endi iniq Ramazonda deb tutsak bo'lmaydi. Yomishakni Ramazonda deb tutsa degan ma'noni olamiz ham. Bu chaqda endi asiylik qilgan bo'ldi deydi. Hani bu yomishak ish yapılışından ki alametleri şu aynı gördüğünüz gün mescike alametler var. Bu endi shak bo'lib qolsa demakchi. Shak bo'lmay masalan 29 kechda biz qarasak ko'ranmadi. Ko'ranmagan ekan shu ayati 30-kun shu Şaban'ın 30. günü Ramazan'ın birimi günşanı shak qilib qoldi. Va ma yawmus sabt shanba kuni alayda shu kunni ayrim tutish فالسبب في اختلافهم اختلاف في تصحيح ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Şembe gününe farz olan şu Ramazan'da farz olan günlerde tutunlar. Bulmasa ayrım tutmanlar diyen bir hadis geldi. Haracahu Abu Davud. Bu hadis sevmesinde bu ihtilaf boğaçka. Anladın şu şembe günü ayrım tutuş çekilinmemdi bunu da ıslapmışıp kaldı. Abu Davud bu mensuh tepkiyen. Ve hadisu mensuh diyen şu Abu Davud'un sözü. İmam Malik da kird tepkiyen. Müşeris mi? منسوخ نسخه حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا فقال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري جمعة كندا روز تكن تقان ديكن siz tüne roz tutqanmıtınız yaktıb. Ət tutuşuna oylatımsız yaktı. Onda olsa yalğız çıkıb olmaydı o. Bu cümləyə nispeten nasıldı? Lakin şəmbede onda emas. Lekin bu şembe günü var, aniq sahih hadis yo'q. Onun için bu onda cheklama dairasiga kirmasi kerak. Chunki mana bu hadis mi onda sahih degili oldi hadis emas. Nasx qilayotgan hadis debdi. Bu unda nasx qilavermaydi bu. Juveriyadan oyalama peygamberimiz. Juveriya deb aytilgan. Juma kunida ayrim tutishni cheklashda ma dalil bo'ladi ikkinchi hadis. Bu juma kunida yolg'iz tutsa bo'lmaydiganligini bildirdi. Ham shanba kuni yolg'iz tutish bo'lmaydiganligini bildirmaydi. Chunki bu unda shanba kuni ayrim tutsangiz bo'lmaydi, ya yakshanbani qatsiz, ya jumani qatsiz degan bo'lsa, undan bo'ldi. Peki bu şu an meşhur nemeniki başlayarsa mensup kıldıranlar bildirgen bu? Ya şu mensup bildiremeyiz. Ha cuma günü mü şembe günün gibi. Peki ne ki kedisi acaba şembe günü ne tus bulduğalarının dalat kıldıran? Lekin cuma günüden birlik dedi de. Şembe gününe cumaga qilib tutishning joizligini bildirdi. Lekin şembe günü ayrım tutishni bo'lmaydi demadi. O'sha hadis masalan, payshanba kuni ayrım tutishni cheklangan bildiramda. Ya. Ha, shunga o'xshash. Shuni aql o'tkazib paslar shuni o'xshash. Cuma bilan chapildi-ku shuni. Bu cuma bilan chapildi unda payshanba kuni ayrım tutsam bo'lmaydi deganlik chiqamdi. Unda chiqmaydi. Hozir gap cuma kunida, shanba kunda emas. Shanba kuni ro'za tutsak bo'lardi. Bo'lardi. Bu hadis bak bu taraf turamaydi bu hadis. Yani bu mensuh degani umuman emas. Asli zodi bu cheklindi degan gapmi, nima qilmadi? Mensuh qilish uchun aniqdek bir qonun quvvatida bir nasolab aniq bo'lsa, bo'ldi. Demak bu hadis olimlar ham bunda ba'zi yolg'on deganlar bor, ba'zi mensuh deganlar bor, ba'zi mayli amal qilgan hadis deganlar bor. Unda kim bu baklam aciz. Shanba kuni ro'za tutgan aciz bo'ldi. Aciz. Demek bazı yalgan da turağın boğan ki bu beklam aciz bo'lib ketdi. Daha cidden bo'ldi bu. Bunlarga la tahrim illa bi nassin sabitin sahihin min Rasulullah deymiz. Ne bunda o zayıf bo'lgan yoki naqalar shunki bu hadisni mensuh qilish ham ketmaydi-da boshqa. Mensuh qilish uni o'xshab ketmasak. Bunisi mensuh qildi, nasix degan bu hadismi o nasixdek holat emas. Yani bu yerda Yahudiylarning ham bu shambani ulug'laydigan matarifiga o'xshab qilish, ma nima ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Lekin jumhurning nazari bu nahy tanzih deyilgan. Ya? La tasum yawm sabtini o'sha nahy tanzih deb turadi. Bu hadisda boshqa hadis yo'q ekan-da qolganda. Yo'q, yo'q. Wa amma siyamu ad-dahri fa innahu qad thabata an-nahyu an zalik. Anda har kuni degidek Xudoning qutlug kuni ro'zti birish cheklimi kelgan buningda. Sahih cheklimi kelgan. La sama man sama ad-dahr. Buxoriy va Muslimdagi muttafaqan hadis. Lakin Malikun lam yara bi zalika ba'san. Kedonma İmam Malik buna hech vaqasi yo'q debdi. Ma muttafaqan alayhi hadisda har kuni ro'zti qadam ro'z tutmagan bilan o'xshash.
ro'za tutmagandek bo'ladi. Yoki ro'za tutmagay deb qag'ashim bo'ldi. La sami degan. Ma sami degan bo'ldi, la sami degan ro'za hisob bo'lmagay degan bo'ldi. Duo ma'nosida. İmam Malik hiç vakası yok dedi. Hatta ve Şafii vel cumhur billah İmam Malik bilen tak. Aynen. Şafii mezhebinde la yukrah dedi İmam Nevevi. Demek cumhur mu billah aşırdı. İmam Malik ve Şafii vel cumhur billah mekruh emas dedi. Muttefakın ayet la sâme men sâme dahr dese mekruh emas dedi. Davanda Ebu Hanife mekruh dedi. Elbette. Bu hadis tutsa İmam Ebu Hanife bundan emel kıldı da. O şıkkın ammalı kızı oldu da şıkkilisi. Ebu Hanife başka bir meselede mundarak bir def sağlam bolsa dünya untay olur. Ve asa anda meyada İmam İbn Rushd özünün imamınınki nayet qas falatı tuğalıqını isqilab bunu özür izledi. Ve asa ra'a ennehi fi zalik innema huwa min babi khawf ad-da'f wal marad. Bu bek azlab ketib, beklam kesellab ketib ma tarpidan bunda bulaqammıson deb ani chekligando balki deb atusumayla. Yani sen ağrıp qilib azlab ketdin, ansirmisan tutiversan bo'ldi degando deb. Bu İbn Rushd'un şunda beribdi. Ya qadir Demegan bir sayazdan kuchlikni his qilib, alnanda deganni sal xijilolab da degan gap. Mesela boshqa masala balki hadis yetmagando dedi-ku. Bu o'zlari bayon qilishgan. O imomlimo balki o sayadis tug'ayada shundalam deyotmaydi u. Bundaroq buni ko'zda tutib degandir. Amal Ahmadiniga. Agar Amal Ahmadini asos qilgan bo'lsa men aytdi. Imom Ibn Rushd. Ve amma siyamun nisful ahari min Şaban. Hem Şaban'ın ahirki 15 gün roz meselesi var. Fe inne kavmen kerihu. Bazı makruh tepkara ve bazılar caiz tepkara. Femen kerihuhu felima ruye min ennehu salalsam kâle la savme ba'den nisfi min Şaban hatta Ramazan. Şaban yarımlaşkan iken Ramazan kadar roz yok depti. Bunda bir rivayet kepti. Aciz rivayet. Femen ecazehu felima ruye an Umm Selemete radiyallahu anha kâlet ma ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sâme şahreyn mutatabi'in illa Şaban ve Ramazan. Bayatın alaka Şaban mı toluk tutkan diye bir rivayet geldi dedik o. Aciz rivayet bu. Çünkü Ramazan'dan başka ayını toluk tutkanı enet ispatlanmagan. Velima ruya an İbn Ömer radıyallahu anh'a kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqrinu Şaban'a bi Ramazan. Şaban'ı Ramazan bilen cüplaydı depti. Ve hadil atar kharrajahat Tahavi. İmam Tahavi rivayetli hadis iken bu. Bu hadisle acizlik var. Yuqrinu Şaban bir Ramazan degeni Şaban'ı köprek roz tutup bunda cüplaydı deganini bildirishi mumkin. Şıkkilisi daha kıymetli. Ruya degandan lan bu daifga ko'rinib turdi-mi? Yo'q, aciz bu hadislar. Ma cheklama sal ajizlikdan derak berdi ama cheklama. Oxir 15 kun ro'zdan bo'lmaydi degancha ajizlikni bildirdi. Ya'ni Ramazonda ilgari 1-2 kun ilgari unda ro'z tutmanglar dedi. Undan keyin 15 kundan ta 13 kunda azadi vaqt var ro'z tutgan. Sezli xilaf qildi bu. Ramazandan başqa ayda Rasulullah'ın en Jiqro'z tutdi dedi. Şaban kelib keldi. Demak, xuddi ham 20-25 kunni tutganda bunda tutdi. Ya 5 gün ya 10 gün tutqanda chiqdi. Bu acizedir zaten. Xotirjam bo'linglar. İkincisi şu takdir cüblanı gelirse zayıf bir lafı. Umma zayıf. Ve amma ar-rukn ath-thani ve huwa niyye. Hamda nafla ro'zlarga nisbatan ikkinchi rukni bu niyat deydi. فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع. Nafla ro'zdimi niyat shart degan emaydi. Shart emas deganini birasini bilmayman deydi. Va innama ixtalafu fi vaqtin niyyati ala ma taqaddam. Lekin farz ro'zda ilgari bahs qilingandek ro'za qachondan tortib hisoblaymiz deganda talash-tartib qildi. Aslida kecha niyat qilish kerakmi, kunduz niyat qilsam bo'lamdi degan. Endi 3-rukni kelsak, ro'zni buzutadigan narsani yaqin kelmay uni iste'mol qilmaslik deydi. Şu işlerini kılmaslar. فَهُوَ بِعَيْنِهِ الْاِمْسَاكُ الْوَاجِبُ فِي الصَّوْمِ الْمَفْرُودِ. Şu farz ro'zdan o'qigan narsa shu. O'zi jima' akl va shurb wal ikhtilaf alladhi hunalika lahiqun ha huna. Ya talash-tartish bo'lgan narsa mishadim shunday. Tijama, istiqo'a dedi-ku. Mishadim talash-tartish bo'lgan narsa mishadim shunday. Va amma hukmul iftar fi at-tatawwu. Hamda nafl ro'z tutib, ko'chada buzutib qasqanda oldi buni hukmi nima desa, fa innahu ajma'u ala annahu laysa ala man dakhala fi siyam tatawwu'an faqata'ahu li'udrin qada'un. Nafl ro'z tutib, uni buzatsa, uning qazosi kelmaydi degan ittifoq. Bu o'zdiri bilan, bir o'zdiri olib qilib,
buzutib qolsa qazos kelmaydi ekan. Vaqtalafu idza qata'ahu li ghayri udrin amdan. Uzrsidan bakadin bakag'atchida buzutib qolsa talash tortishma. Fa awjaba Malik va Abu Hanifata alayhi al-qada. Imom Malik va Abu Hanifa qazosini qilish kerak dedi. Imom Malik va Abu Hanifa qazosini qiladi dedi. Va qala Shafi'i va jamoa laysa alayhi qada. Imom Shafi'i bilan bir guruh olimlar qazosi kelmaydi dedi. Va sabab fi ixtilafihim اختلاف الآثار في ذلك حديث لا أخشى شماس وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائبتين متطوعتين ما قوش كيلان لابد تنقط قزبتكين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه قوش كيلان جاء طمق سوق النغانكين رسول الله باكن شهادة إغزي جوتب توش كيلان طمق باك obdan tamaq olgan bo'lsa qizni svetga o'xshaydi yoki burundan tamaq qiz yo'q olgan bo'lsa bir obdan tamaq kelgan mayli qo'saq bir to'yg'iz oldi degan bo'lishi mumkin. Faqala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iqdiya yawman makanahu. Uning o'rniga bir kun tutulanglar debdi. Mush rivoyatda Nasaining rivoyati bor. Va arada hada hadis Ummahani. Endi Ummahanining hadisi buni zid kelib qoldi dedi. Ummahani kimda? Rasulullohning bir navra, Hazrat Alining hamshirasi. Ummahani Fakhita bint Abi Talib. Ismi Fakhita. Qalat لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هاني عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب وليدة خدمتçi bir dedek demekçi. Bir xizmatchi dedek kelib bir qachida ishimga keldi. Fanawalathu dedek ayol Rasululloh sunibdi, Rasululloh ishda. Ondiki Ummani sunibdi, unda ishda. Ummani ishitib, nindabda, "Ya Rasululloh, laqad aftartu va kuntu sayman." Men ro'za tutqardim, unda ro'zam buzib qoldim. فقال لها صلى الله عليه وسلم أكنت تقضين شيئا siz biror o'zni qazosini qilyaptimiz? قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا nafl ro'zalab qolsa sizga ziyon yo'q mayli yani buzasini qazosi kelmaydi dedi. هذا قد ذكرتنا واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا خبأت لك خبأا يعني خبأا سلام الله sizga bizni saqlab qo'ygan tayam debdi. Yo'shirib qo'ygan ya mudg'a bizni saqlab qo'ygan tayam. Faqala ama inni kuntu uridu as-siyama walakin qarribi. Yani obdan bir tamaq saqlab qo'ygan demakchi, deb qo'ygan tem demak. Deganiki endi bu tamaq obdan tamaq qo'yganki, kebab saqlab qo'ygan bo'lsa, ro'zta debdim yo bo'pti akilanga. Demak, ro'za niyat qilib qo'ygan shunami? Niyat qilib qo'ygan. Tamaq qo'ygan vaqt. Tamaq qo'ygan hisobda. Va hadis Aisha va Hafsa g'ayri musnad deydi. Ishkelanning vaqti aftarata degan. Bu Rasululloh sanadi tutashmagan, yani sanadning masala bor demak. Demak, bu yerda Imom Shafi'i hazır Leysa alayhi qada dedi ki İmam Şafii mi ya da ma Hazreti Ayşe bilan Hafsa ma ishkelanning aciz de musnad emas degan hadisni dalil qilmadimi? Nima? Lekin İmam Şafii ma boshqa Hazreti Ayşeni dalil qildi. Va ikkinchisini. Dastlabki ishkelanga qarta deyilgan hadis bor. Ashu Imom Malik rivoyat qilgan Hafsa va Ayşe zavjan Nabiy sallallohu alayhi vasallam asbahata saibatayn mutatawwatayn degan mush hadis aciz demakchi. Ya'ni aciz degan ekan qazo kelmaydi degan. Qazo kelmaydi degan chiqadi. Endi Ummanining hadisi shu. Ummanining hadisida sanad musal aciz kelmadi. Mesela ma'ul dalil qilgan deyiladi. Sanad aciz. Uning ustiga yana bu hadisdan vajid dalalni ajizlashtiradigan bir narsa bor. Qaysi? Fath Makka. Fath Makkada bu Ramazon deydi. Ramazondagi gap deydi. Lekin Rasululloh Makkaga kelib ba'zi Usfonalqa, Kadidalqa, Qur'al g'amimda irzichayotgan-ku. Demak, musofir bo'lgan keyin ruxsat tutdi. Irzichayotgan. Lekin Ummahani Mekke ahlidan tem muqim. Ramazonning ro'zasini tutgan Ummahani deydi. Ramazonning ro'zasini tutib, unda Rasululloh kelgan ekan, Rasululloh sunib ishganga diqqat qilmay gapni ishlatib qo'yman, ro'zani buzib tutmasmi? dedi ma'lum. Uni deganlar Rasululloh oxirida falayadurruka inkana tatawwan debdi. Ya shu hozirmi yerda mushu so'z orqali yani tatmakka deydi degandan falayadurruka inkana tatawwan degan mushu so'zlar kelgan mush hadisni ojizlashtirmoqchi. Bu Rasululloh Makka fathidagi bo'lgan voqea desa bu. Andan bu Ummahani Makkada muqim turgan, ya'ni Ramazonda ro'za tutish vojib bo'lgan ayol tursa, qanday tatavvon deb keldi u yerda. Tatavvon degan o'rni yo'q. Demak, hadis ojiz. Hadis ojiz. Demak, hadisni ojizlashtiradigan gap ma, tahlil. Bu ojiz bo'ldi. Shavohid degan shu ojizda degan gap. Hadisi Aisha va Hafsa degan shu İhtiya yevmen mekanahu degan. Abu Hanifa'dan Malikning dedilar. ana xabbatu laka xib'an degan. Endi buni endi tashvisak bo'ldi. Kuntu uridsa va lakin qarribi degan mushadis Muslim rivoyat etganman.
Demek bu hazır kazası kıldıgan kembalan yani beklen bildirmeydi bu. Yani meskutun anhu bu. Yani şu günde izleyicilerse günah bulmaydıganlığını dedi. Ma hadiste. Lekin belki Resulullah keyin kazası kılıp alaman degen de. Yani bu meskutun anhu. Yani bir hadis var o el-mar'u a'lam bi nefsihi var. El-mutatavvi'u emiru nefsi. Emir nefsi. Aşağında mı kaza kembalan çıkar yaptın mı? Ya aşımı deli oldu. Meğer ekemmedi onu. Hem de Hanefi mezheptekiler mesela Allah'tan "Vela tubtilu amalekum" diye ayetine ekilişi mümkün. Yana bir hadiste ekildi bulan. Man qancha namaz farz qilindi, Arabiy kelib so'diga 5 namozni bir so'tki ichida farz qildi dedi. Boshqa bir narsa bo'lmadi. Ramazon bor, Ramazonning ro'zasini tutsangiz, undan boshqa ro'za tutish bo'lmasa, la illa anta tawwad. La illa anta tawwad degan so'zga islab Hanefi mezheptekilar. Undan boshqa farz ro'za bormi debdi, yo'q dedi. Fakat lan sen tatavvuk qilsan, o'zing yuklasan, o'chadan farz oldu. Tatavvuk qilib sen buzatsan, kelding farz ma'vo. Allah Taala farz qilgan yo'q. Sen o'zing yuklab farz qilibsan, buni buzatib qolsan, to'laysan degan ma'noda mushuni deb qilibdi. Tahrilganda bir tahlil. Yani la siyama mafruda illa ma kunta tatawwa'ta bihi. Allah Taala farz qilgan, lekin o'zing yuklab farz qilgan bo'lsan, iltizam qilibsan. Chunki sen endi tatavvuk qilganda men bunda Allah Taala buyurgandan sirt yana o'zim ro'zga odamdim deb jangovarlik bilan o'tirib chiqqan odam bo'lgan ekan. Yadinga atsa demak. Bu bir tahlillarni. Lekin yani bir mezhebning mutatavva qazo qilgan inson ajra. Kuchga qazos kelmaydimi? Qazos kelmaydi. Mutatavva bo'lgan ekan. Xuddi namozni masalan, kirgan namozni qo'yib qatida jiddiy bir ish qilib namozni buzib keyin o'qimasin, qazosini qilmasin bo'ldi. Namozni qiyos qilsa. Hajab Abu Hanifa'nın kıyasında hadis tatavvuqa qiyas qilgan qiyas ma'al farid qiyas muqabala etmez. Qala yahtabar edi. Nas yani bakında nas salat kemde nasıvan delalte mesela şu khabbatu laka khab'an yani khab'an diye şu hadiste şu günde şu tatavvu ro'zini tutgan kunda ma'lum bir ish uchun buzilsa joizligini bildirdi. Lekin qazo to'g'riliq gap yo'q. Yani qazosini qilmasam bo'ldi degan gap bormi? Davomki bu yanila dalolatun nas emas. Bu musa mushadis u ham bilan qilyapti. Seviyadi so'ni. Chikiz ketmaygan ama ya meqiya ketmaygan. Ma'nda be 30% da ishlaydi. Yani ig'zichvasa joizligini bildirganlikdan sal yaqinlashadi. Val ixtilafi maydan fi hadhihi masala sababun akhar. Bunun ixtiloflashishida yana bir sabab bor. Va taraddud sawm at-tatawwu bayna qiyasi ala salat at-tatawwu aw ala hajj at-tatawwu. Demak, nafla hajga qiyas qilamdiq, namoz qiyas qilamdiq, ikkiga o'xshatishdan اختلافشده وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء. هم اتفاق كيان مثل شو كي نفلا حج وعمرة تشقيقان كشي كي قد تشلت تشكيت قاسا قضاء كيلدو ديان بنا اتفاق. وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمته. Nafl namoz tutish qilgan kishi g'ach buzutib bilan boshqa ishini qilgan bo'lsa, keyin uni qazo qilmasin bo'ldi. Buning asosi ittifoq. Mening bilishimcha deydi. Wa ja'ama man qasa as-sawm 'ala as-salah, namoz qiyas qilganlar, annahu ashba bis-salati minhu bil-hajj. Hajga nisbatan namozni bakrak o'xshaydi deb turoldi deydi. Li'anna al-hajja lahu hukmun khas. Chunki hajninki ayrim bir hukmi, alohida bir ibodat u. Boshqa nimaga tushmaydi. Mushu ma'nolarda alohida bir hukm bor. وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره. Bunu buzatgan kishi nima lozim bo'lganiga oxir qadar davomlashtirish kerak. Buzatgan bo'lsa, buzatsimi oxir qadar minish kerak. Ya'ni shu yo'q. Buzatsimi oxir qadar to'liq qilish. Lekin namoz uchun buzatsan qachida mana sayonga. Ya'ni namozni o'qiyotmaysan ayog'ini. Va qiyosu ma'al fariq demakchi. Shu namoz bakrab qiyos qilamiz debdi. Va idza aftara fi at-tatawwu nasiyan anda ro'zda isid yo'q, nafli tutgan chaqda isid yo'q, ig'zi chiqib qolsa qanday bo'ladi? Amdandan degan to'q jumhur qazo qildi deyapman. Lekin biz tarjihiga Ishaq ibn Raviy, Ma'mun Zohiriyning qarashi akli shirk o'xshashdir. Va idza aftara fi at-tatawwu nasiyan. Farz ro'zada isid yo'q gapsas hech gap bo'lmaydi degan-ku. Nima atamaka robbuka va saqaq degan. Hamda ma tatawwudma jumhur debdi, la qada alay. Hech vaqasi yo'q. وقال ابن علي عليه القضاء. İsmail ibn Aliyye bu
qazo qilish ketadi deb. Ibn Ulayya hajga qiyas qildi. Bu chaqda qazosi qildi demakchi. Masalan, ejmanni unutib qilib, chataq qilib buzib ketib qolsa, buzib ketaverdi deydi. Rejim qanday buzildi? Ejam da shu mama ishini masalan unutib qilib arbat tumabdi. Arbat chiqishini unutib qilibdi deydi. Masalan deydi. Ondan ba'zi tavafil ifodani qilmabdi. Yani rukn deb qaralgan bir necha ish bor. Demak, shu rukn deb qaralgan ishlarning birini unutib qilib qilmasa, u qanday qiladi? Axir chiqildi. Davom ettiriyordu. Axir qadar ma'nam hajlar qanday qilib shunday qilib menib turdi. Lekin kelarjada qayta qilish kerak. Neblajda oyda qilgan. Shuni qiyas qildi. Ya'ni bu ittifoq kelgan masala ekan. Shuni olay shuni qiyas qilib turibdi hozir. Lekin buni farz ro'za qiyas qilsa bayraşcha, aytib qatib bor. Mushun bitib tursa u farz ro'zaga qiyas qilsa, nafl ro'zni qiyas qilgan bo'lmas. Valalla malikan hamala hadis ummani al-nisyan. Balki hamda ummanining hadisini Imom Malik bu unutib qolgan ahvol degan bo'lsin. Qasdan emas deganda-ka. Ve hadis ummani kharaja Abu Davud. Ummanining hadisini Abu Davud rivoyat qilgan. Ve kadal kharaja hadis Aisha bi qaribin min al-lafz alladhi dhakarnahu. Nima hadis Aisha degan shu ana xabbatu khib'an degan shuda. Buni Abu Davud rivoyat qilgan deydi. Ve kharaja hadis Aisha ve Hafsa bi aynihi. Aynan yani Abu Davud rivoyat qildi deydi. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alal murselin velhamdülillahi rabbil alamin.